Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Reallıqımızga nazar programımızın 16. sanını görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmelerimiz hammalar ma'lum bo'lgandek biz aslında her 2 haftada bir qatam davamlaştırdıqanlığımızı e'lon qilib muhaciratdagi hayatımızda mayli Türkiye'de bo'lsin, mayli dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizning ichida, o'zimizning ichida bo'layotgan o'zgartishga tegishlik masalalarni tema şekilde o'tirg'a qo'yib huzurunuzga sunib kelayotgan to'q. Afsuski oxirida biz eng oxirgi 15 sanimizni 9-oyning 25-kuni qilib, uning keyingi oylarda mayli ustozning vaqtining chiqmasligi, mayli mening boshqa ishlarim chiqib qolganligi sababidan huzurunuzda bo'lolmadik. Albatta aralıqda ayrim uchurgan qiyinlashlar bo'ldi. Davomlashtirmamiz degandek. İnşallah bir günden başlayıp yana her 2 haftada bir qatam shanba kuni bo'lgan programımız cuma kuniga elindi. O'xshash soatda yana 2 haftada bir qatam cuma kuni soat 5 da bundan keyin huzurunuzda bo'lishga tirishimiz inşallah. Aldı bilan programımızın daimlik mehmoni hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Selçuk Üniversitesi Tarix Fanları doktoranti shunaqla yozuvchi Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Abdurahim Davlat efendim taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib programmamizga qatnashib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz albatta. Assalomu alaykum, men sizlarga rahmat aytaman. Va alaykum assalom, rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarix qilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, shunaqla savol bo'lsa, so'rashinglarni ham umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi biz o'tgan qatimqi sonimizda ma'lumot bo'lgandek 15-sonimizda ko'chmanlik hayotimizda avval nima qilishimiz kerak degan temada qirib ko'chmanlikka qadam qo'ygan bizdek bir muhojir xalqninki mayli qaysi davlatda yashagan bo'lishidan qat'iy nazar eng oldi bilan qilishga tegishli masalalar nimalar, ma'lum joydan sharoit yaxshi emas deb boshqa yoqqa ko'chib ketish, ko'chishga qanday qarashimiz kerakligi, ko'chmanlik hayotida diniy va milliy kimligimizni qaysi shaklda saqlab qolishimiz, bir yerga ko'chishdagi maqsad faqatlam farovon bir turmush kechirish uchun bo'lsa bo'lamdi degandek bu mazmunlarni asos qilgan shaklda davomlashtirib vaqtimiz qisqa boshqa programmada to'liq tugatib bo'lmay shu programmamizni biz degan to'g'ri inshaalloh buning davomini yana bir son program bilan bir xulosalab degan shaklda bugun shu tunugun e'lonimizdami buning davomi shaklda qildiganligimizni degan bo'ldik. Shunga endi bugun hurmatli ustoz endi shu o'tganki sonimizdan yo'lga chiqqan asosda so'zlab vaqtimizning yetganicha ba'zi masalalarni tilga olib o'tgan bo'ldik. Endi shuni qarab turib siz shu muhojiratdagi xalqimizga oldi bilan nimalarni tavsiya qilishimiz mumkin, nimalarni tavsiya qilasiz? O'shadan mashaqirgan bo'lsak. Bo'ldi. Men bugun nayt oddiy bir uqum haqida to'xtalay deb o'yladim. Yani ko'pinchimiz hammamiz tushunadigan, uning ne kadar muhimligini bildigan, ammo hayotımızda amaliy tatbiqlashda sal qaraydigan bir muhim. Amaliyotda bu hayotlikning asosi bo'lgan bir hukumat. Bu qanday bir narsa desa, oddiy aytgan vaqtimizda, masalan biz havo issiq bir belvaqdan havo sovuq bir belvaqqa ko'chgan vaqtimizda tabiiy sirtqa chiqqan vaqtda qalin kiyinib olamiz. Soğuktan saqlanishdan choralarni qilishga boshlaymiz. Amaliyotda bizning bu hareketimiz nima desa, bizning shu yangi muhitga moslashayotganligimizni derak berdi. Mening bugun demoqchi bo'lganim dal shu moslashishchanlik iqtidori. Men kuzatib beqishimcha hozir umumiy jihatdan, psixik jihatda chet ellik Uyg'urlarning ichida sog'lom Uyg'urlar intayin az. Balki men, balki siz hammamizda og'ir yengil nihoyatda psixik masalalar var. Bu meselelerin kelib chiqishidagi men muhim bir sababning birisining bizning shu ko'chgan makonimizda, ya'ni biz makon almashtirgandan keyin mayli u yerdagi iqtisodiy muhit, siyosiy, madaniy, diniy muhit qatorliq muhitning barliq taraflarida
biz bir sağlam ölçemlik bir şekilde maslaşanmayotganligimizni ve bizdeki bu psixik dishvarchiliklarning bu rahatsizliklarning tegi tektinini aytganda bizning o'sha yangi muhit bilan moslashish iqtidorimizning kamchiligidan kelib chiqqanligini his qildim. Masalan deyli, Hoş. mesela biz Türkiye'ye geldik. Adli bir mesele, Türkiye'ye kelgandan keyin biz bina uyda o'ltirgan vaqtimizda Türkiye'deki qo'shnilarimizning ovozsiz yashashidan iborat bir odatiga moslasholmaymiz. Biz masalan sal ovozliroq chiqamiz, bolalarimiz peshtoqdan sakrab yugurib tushishi mumkin. Mesela ular shuni ochiq qilinadi. Munosabatimiz yiriklashga boshlaydi. Biz to'g'ri men hareketimni almashtiray, ya'ni hareketimni o'zgartib, bu muhitga moslashay emas, balki bu Türkiye'deki Türkler mundaqki deb manda o'ylaymiz. Amaliyotda bizning Türkiye'deki bu Türklerning u xil yashash odatini haqancha qaqshsaqmi, haqancha norozi bo'lsaqmi, bu o'zgarmaydi. Hoş. Biz faqat u yerdagi bir rohatga erishish uchun o'zgartgili bo'ladigan ishlarimizni o'zgartirish orqali bu yangi muhitga moslashishimiz amaliyotda o'zimizning psixik rohatligi uchun nihoyatda foydali. Ammo biz bir xil qatmal turib olamiz. Bular undaqki, bular mundaqki. Masalan, bu tozalik odatini deyli. Hoş. Masalan, bizning tozalik odatimizni burunqidan o'zgartib, texmi yaxshi, texmi obdan bir tozalik odatiga ega bo'lish amaliyotda bizga foydali. Doğru. Ama o biz burundan başlap yeterli könmegerek iş olganlık için. Yani Türkiye'nin oranda sel tüven boğanlık için yeni bir yerde kanda bir mesele var. Maslaşalmazlık meselesi var. Maslaşanmazlık meselesi var. İşte akallıysa hazır. İstanbul'da nurgun Uygur aşkanlarımız var. Kaysı bir Uygur aşkanımızdan? Bir ikisinden başka menimce. Tazlık süpite cihette başka Türk aşkanları bilen okşaş seviyede. Emas. Suxanısı girsek çoxum qağızı süpətsiz qağız, yoki su eqib qalğan, yoki asti tozlanğan emas. Amma ən kiçik bir Türkdən aşxanası girsingizmi, hər vaqt, qanday vaqt girsangiz, onun suxanısı, ətrafı xuddi hazır kirib birisi tozalab qo'ygandek turadi. Endi biz amaliyotda bu xil muhit qarmoqqa kichik narsa bo'lgan bilan bizdan nima talab qilyapti? Sen mushu muhitga moslashqin. Sen ya'ni ilgirki odatingni va pozitsiyangni tangshab, bunda oddiy aytsak, sening nusxang burun 1-0 nusxa bo'lgan bo'lsa, sen buni 2-0 ga, 2-0 bo'lgan bo'lsa 3-0 ga yo'tkigin deyapti. Obrazliroq aytganda. Ammo biz bir xil tirajab turib olamiz. Biz mushundaq edik, mushundaq yashaymiz va bundan keyin mushundaq bo'lamiz deb. Bizning bu tirajab turib olishimiz amaliyotda bizga işlerimizde oңuшлук, g'alaba kelmasdan balki bizni texmi nurg'un ovorchiliklarga ittirdi. Men bunda bir oddiy misolni olay. Bir necha yil burun dunyo telefon bozorida Finlandiyaning Nokia markali telefonisi dunyo telefon bozorining 70%ga yaqinini monopol qilgan. Shu vaqtda o'zi cho'ng ekranli telefonda ishlanmagan taqdirdami Alma şirketi tunca alma telefonda işlеген vaqtda bütün dünya telefon dünyasida bir cho'ng bir inqilab bo'ldi. Shu vaqtda Nokia'nın qattiq detali yine dünyada eng yaxshi zavod, eng cho'ng, eng sifatli zavod. Hoş. Ammo Nokia bu yangi o'zgarishga moslashmadi. Hatto u unga qarshi O qanday bir insonli alqinda yo'g'on bir telefondek narsani ko'tarib oldi. Nada unda ekranga nomer besib qildigan ish var. Degan narsani u qabul qilolmadi. Eğer ular şu vaqtda derhal inkaz qaytarib, Google ishlagan Android sistemiga derhal ko'chaligan bo'lsa, hozirgi Samsungning o'rnida o'tdi olmasa. Hoş. Chunki uni qila oladi. Ammo ular o'zining Symbian sistemasini yoki bizning sistemimiz yana Nokia deb bir xil rad qildi. Ya'ni o'zgarishga nisbatan tirajab turib oldi. Bunda desak, davrning taraqqiyotiga moslasholmadi. Moslashishni rad qildi. Shuni ola nihoyat qisqa vaqt ichida 2-3 yıl vaqt ichida Nokia'nın bütün dünyadaki setilish nisbati g'oyat zo'r tushib ketdi. Hatto taqilib qilish xavfiga qadar duch keldi. Hatto hozir qadar Nokia yana oldin qatordagi telefon shirkati, telefon zavodlari qatoriga kirolmayapti. Asli ular qila olamdi, qila oladi.
Onundan burun biz surat aparatı işletken vaxtımızda Amerikanın bir markası var Kodak deb. Yani lentida resim tartadigan narsa. Xo'sh. Keyin şu qattiq diskinin narsalari bilan resim saqlash, ya'ni ichki saqlag'ich chiqqandan keyin Kodak derhal o'zgartmadi shu. Yana mushu lentimizni tartadi. Ammo qisqa vaqt ichida barliq telefon aparatlar hammasi yangi nusxaga almashdi. Kodakning o lentisini ishlatadigan bir kim qolmadi. Ayni vaqtda ularning dunyodagi qoplash nisbati 80%ga yaqin bo'lsa, shularning qo'lda tutdi. Ya'ni dunyo tarixiga nazar solsak, taraqqiyot bizga nurg'un narsalarni egagan vaqtda bizda bir qancha pozitsiya bo'ldi. Birisi rad qilamiz. Birisi to'liq qabul qilamiz, yana birisi qabul qildiganni qabul qilib, rad qildiganni rad qilamiz. Ammo bizning pozitsiyamiz har doim bir mezgil ikkilanamiz. Bir mezgil maslash qilib unmaymiz. Ammo qutlanmagan vaqtda hammani quchoqlaymiz. Bu bir sağlam pozitsiya va sağlam odat emas. Bu xuddi hatto butun islom dunyosi eng dastlabda yangi televizor chiqqan vaqtda bu xato narsa deb, uning televizordan qutlanmagan vaqtda, uning ichidagi to'g'ri narsani ko'rsangiz to'g'ri, xatoni ko'rsangiz xato deydigan bir pozitsiya bilan buni qabul qildi. Hatto hozir mesela yangi uqumlar chiqyapti. Mesela metaverse degan bir uqum chiqyapti. Bundan keyin dunyoda internetning yangi bir dunyoni qanday quradiganligi haqida gaplar bo'ladi. Agar biz yana yangi o'zgarishlarga nisbatan pozitsiya nuqtasidan biz o'zimizning manfaati va e'tiqodi asosida bir moslashish prinsipini tuzib chiqmasdan bir xil rad qilish, keyinni qilib olish, ko'zini yumib olish pozitsiyasini tutsak, bizning ishimiz yana chatoq. Endi biz ko'chmanlik nuqtasini qaraylik. Biz yashayotgan mayli qaysi davlat yashashimizdan qat'iy nazar, biz yangi bir iqtisodiy tuzum ichida, yangi bir siyosiy tuzum ichida, yangi bir madaniyat muhiti ichida, hatto yangi bir diniy muhit ichida. Mana shunday vaqtda bu yangi muhit bizdan mushu muhitda qanday qilsang yaxshi yashay olaysan deydigan ba'zi iqtidorlarni hozirlashga bizni qistaydi. Masalan, eng aqallisi shu davlatning tilini o'rganish, shu davlatda oqadigan kasb o'rganish, atrofdagi qo'lim qo'shnilar bilan yaxshi munosabat saqlash, ma'lum bir yerda ishlagan bo'lsak, ular bilan yaxshi munosabat saqlash deganga o'xshash bir qator narsalarni bizni talab qildi. Ammo biz moslashmay turib olsak, biz bir xil qatmal pozitsiyada muomala qilsak, bu vaqtda bu qatmallik bizni nurg'un psixik stressga, psixik besimga bizni ittirdi. Chunki bir tarafdan tashqi dunyo bizning orzuyimiz bo'yicha o'zgarmayotdi. Bizga kelgan nurg'un real besim bor. Bir tarafdan biz bu tashqi dunyoga moslashishdan iborat ochiq pozitsiyada emas, balki eshikni itib olgan, derazni itib olgan bunda. Bekinma pozitsiyada muomala qilgan vaqtimizda bizning ichki dunyomiz bilan tashqi dunyoning o'ttirisida og'ir bir ziddiyat, to'qinish paydo bo'ldi. Bayon deganimizga o'xshash, bizning atrofdagi kishilarga yaxshi o'tkimiz bor. Ammo atrofdagi qo'lim qo'shnilarimiz boshqa millat. Bularga yaxshi o'tish uchun ma'lum jihatda ularning turmush odatini azul bilishimiz kerak. Ammo biz bir tarafdan yaxshi o'tkimiz borligidan iborat bu arzu bizni qistaydi. Ammo uning bilan yaxshi o'tish uchun o'zimizning ba'zi odatlarimizni o'zgartirishdan iborat yana bir narsa bor. Bular biz bu ikkisining orasida qiynalamiz. Xo'sh. Mana bu xil qiynalish bizni nurg'un psixik dishvorchiliklarga ittiradigan muhim omilning birisi. Tarixda men bir misolni olay, oddiy bir misol. Talas urushini hammamiz bilamiz. Shu O'rta Osiyodagi Talas daryosining bo'yida yuz bergan, ya'ni Xitoylar bilan İslam armiyasi, ya'ni Abbasiylar, ya'ni 750-yili yuz bergan bir g'oyat zo'r urush. Dunyo tarixini o'zgartgan urushlardan biri. Bu urushda Xitoylarda nurg'un kishi asirga tushdi, uning ichida ikkalan bor. Bu ikkalan qanday odam? Bu ikkalan qog'oz yasashni bildi. Bu asirlarning ichida bularning qog'oz yasashni bildiganligini ko'rgandan keyin, chunki u vaqtgacha islom dunyosida qog'oz deydigan narsa yo'q. U vaqtgacha kitoblar terilarning yoki boshqa narsalarning ustiga yozildi. Shuning bilan bu qog'oz yasash bu ikkalanni Bag'dodga keldi. Bag'dodga kelgandan keyin bular qog'oz yasashni boshlaydi va boshqalar o'gindi. Shunlar Bag'dod nihoyat qisqa vaqt ichida vaqtda kitob ko'chirilgan kasb maydoniga keldi. Kitoblar darhol ko'chirilib, ya'ni bilimning taqilishi,
bilimning avam arasına yeyilişine ait tizilişidir. Yani asli gerçi qog'oz yasash tarixiy manbalardan qaraganda asli biz Uyg'urlarning ijodiydi. Xo'sh, xo'sh. Endi o vaqtki tushgan o asrning tushgan asr Uyg'urmi, Xitoymi men hozir bilmayman. Ammo ikki asrning tushganligi, o ikki asrning qog'oz yoza oladiganligi tarixiy manbalarda bor. Shuning bilan islom dunyosi o'ziga kelgan bu yangi narsani, ya'ni yangi narsa bu qog'ozlik. Derhal maslashtirdi, o'zining manfaati uchun xizmat qildirdi. Şunu olan nəhayət tez vaxtda İslam dünyasında bilim nəhayət keng tarqaldı. Gayet zor kütüphanlı kuruldu. Yani bu qog'oz medeniyet cihette İslam dünyasını kısa vaqt içinde dünyanın yetekçi küçüge aylandırdı. Endi echinishlik bir mesele. Biz o vaqtda yeni narsalarni qabul qildik ve maslashdik. Ammo 1400-nji yillardan keyin, 1500-nji yillardan keyin, yani amaliyotda İslam dünyasının pen medeniyet ciheti kendini çekinişi adette 12. 13. asırlardan keyin asta kadem kadem başlandığı değildi. Keyin matbaa maşinesi payda oldu. Aslında matbaa maşinesi mi oldu? Şerhning onu bazı Uygurlarning keşfiyatı değildi ama Xitoylar bu bizning keşfiyatimizdeydi. Bu bir münazirlik bir tema. Ama Xitoylarning keşfiyatı bo'lganligi bekrak manbalarda dalillangan deyishga bo'ldi hozircha. Ammo nima var? Bizning Turpandan chiqqan ba'zi nimalar bor. Qizilmalar bor. O qizilmalarda bizning Mehmetbay degan narsani bizning Sharq Turkistonda eng dastlabki maydonga kelganligini o'ttirib qo'ygan nurg'un olimlar bor. Mayli buni talashmasakmi? Mayli bunda bir narsa bor. Bu matbaani islom dunyosi keyin qabul qildi. Hatto bu matbaa 1500-yillar Germaniyadagi ismi nima matbaani kashf qilgan bir aylan bor. Göttinger'mi deydigan birisi bor. U g'arb dunyosi matbaa maydoniga kelib, u kashf qilinib, kitoblarga oid tarqalishga boshlagan shu vaqtlarda biz islom dunyosidagi yetakchi davlat Osmanlı imperiyasi matbaani davlat ichida ishlatishni cheklaydi. Taki 200-300 yil Osmanlı davlatida matbaa mashinasi ishlatilmaydi. Yani haram degan fatvo bilan bu cheklanadi. Uningdan 5-600 yil burun qog'ozni derhal qabul qilgan bu musulmonlar 5-600 yildan keyin matbaadan iborat bu kashfiyotni rad qildi. Yani bir yerda birisi taraqqiyotning foydali narsalarini o'zimizga ishiltish bo'lsa, yana birisi rad qilishni iborat ikki xil pozitsiyaning bizga kelgan foyda ve ziyonlarini ro'shan ko'ralaymiz. Qarmoqamda ben bir jamiyat nuqtasini so'zliginim bilan amaliyat bu maslashchanlik masalasi, mayli bizning bedenimizning sog'lomligi. Masalan, ba'zi dorilar biz iste'mol qilgandan keyin bedenimiz maslashmasa, bu dori bizga ziyon qildi. Maslashsa foyda qildi. Xuddi shunga o'xshash bizning bu yangi muhitlarga maslashishimiz. Masalan, men texim oddiy misollarni olay. 2 yosh to'y qildi. To'y qilishdan iborat bu hodisa bir yigitning va bir qizning turmushini butunlay o'zgartirdi. Yani birisi o'zining onasining, dadasining uydan chiqib bir yerga keladi. Yigitmi shundoq. Shuning bilan burun toza yetarli tunishmaydigan, yani bir yerda yashab boqmagan ikkilan bir uyning ichida yashaydi. Bu yerda yangi bir muhit shakllandi. Keyin asta-asta nurg'un masalalar yuz berishga boshlaydi. Mana shu yuz bergan masalalarni joyida hal qila olganlar chiqishib yashay oladi, joyida hal qilinmaganlarning turmushida qiyinchilik yuz berdi. Buningmi tegi taktida yotgan narsa yigitningmi, qizningmi o'sha yangi turmushga maslashish iqtidori bilan munosabatlik. Bizning vatandan chiqib, biz vatanda unda ish qilgan to'q, bunda ish qilgan to'q, bunda boy o'tgan to'q, hozir bu yerda bunda bo'lib qoldik deb, vatandagi zihniyatimizni agar chet elga maslashtirmasak, bu xuddi bizni azoblaganga o'xshash. Biz to'y qilmagan bir hayotdan to'y qilgan bir hayotga ko'chgan vaqtda yuz bergan yangi masalalarga nisbatan qobil bir holatni saqlash yana o'xshashlar bizning maslashchanligimiz bilan bevosita munosabatlik. Undan keyin balamiz tug'ildi. Yani bola tug'ilish bu yerdagi bir qiz bolani onaga aylantirdi, bir yigitni dadaga aylantirdi. Bu onalikning, dadalikning nurg'un mas'uliyat, majburiyatlari bor. Nurg'un qiyinchiliklari bor. Demek yana siz yeni bir bosqichga o'tdingiz hayotingizda. Bu bosqichdagi yeni savollarga javob berishingiz lozim. Bu raqobatlarga o'zingizni hozirlashingiz lozim. Qisqa aytganda, maslashishingiz lozim. Yani umum maslashchanlikni talab qildi. Hatto
bir qiyin ana qiyin oti bilan birga yashadi bir kelin deyli. Qiyin ana qiyin oti bilan birga yashashdan iborat bu talabga moslashishi lozim. Moslashanmagan vaqtda turmushdan chetga chiqishi mumkin. Bu bizning Uyg'ur muhitida texmi shundoq. Yeni bir şirkette xizmat tushdik. O'xshashli qanday masalaga duch kelamiz? Yeni muhitga moslashishdan iborat bir masalaga duch kelamiz. Yani bir yerde bir moslashishchanlik hayotimizning har bir daqiqasida, har bir bosqichida yuz berib turgan bir ish. Agar biz buni aqliy angliq sifatida qabul qilsak, mening turmushimda bir o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarish mundaq masalani keltirib chiqadi. Men buningga tefekkür cihatte, ameliy iqtidor cihatte üzerine qanday moslashtirma deb aktiv tashabbuskor harakatlensek, bizning passiv pozitsiya tutqunimiz qaraganda bizga nihoyatda foydali ekanligiga men ishonaman. Menimcha bu moslashishchanlik haqidagi yuqorqi misollar mening demoqchi bo'lganlarimni menimcha tushundira oladi deb o'ylayman. Xo'sh. Birinchi nuqta. Kechiringlar. Keling bunaqa. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan nihoyatda go'zal tavsiyalar bo'ldi. O'tgan qatimqi sonimizni bir to'liqlagan shaklda tavsiyalar bo'ldi. Endi oxirida yana shu ko'chmanlik hayotimizda ta'kidlashga tegishli bo'lgan eng muhim nuqtalarni bir qancha tilga ilib bugungi suhbatimizni oxirlashtirsak, bu temani bir bo'g'ayotgan bo'lsak. Menimcha yana bir muhim ish. Belki bu inson hayotining qanday holatida muhim bo'lishi mumkin. Ama ko'chmanlik, hozir bizning bu muhojirat, sargardonlik hayotimizda texmi favqulodda muhim deb o'ylayman. U bo'lsa-mu, o'zimiz o'z atrofimizda sog'lom bir ijtimoiy munosabat barpo qilish lozim. Mesela biz ko'chman bo'lmasakmi, o'xshashli bir ijtimoiy munosabat, yaxshi ijtimoiy munosabat barpo qilish bizning hayotimizni osonlashtiradigan, xushal qiladigan nihoyatda muhim bir ish. To'g'ri. Endi men atayin bu ko'chmanlikda buni tilga olishimning sababi, hozir hammamiz g'aribsinimiz. Biz vatanni sig'inamiz. Bizning eng yaqin odamlarimiz vatanda qoldi. Ota-onalarimiz qoldi, o'g'il-tuqqanlarimiz qoldi. Yaqin o'tgan kichkimizdan boshlab tug'ilib, birga cho'ng bo'lgan nurg'un do'stlarimiz qoldi. Ya'ni biz bu yerda hammamiz g'arib. Ya'ni yangi bir muhitda, hatto biz chet elda yashasakmi, biz resmi bir Uyg'ur shahri, Uyg'ur muhitida yaşavatmaymiz. Hammamiz dunyoning har qaysi davlatlarga o'xshamagan shaharlarga xuddi marjondek chechib etildik. Bunday holatda bizning ruhiy va psixik jihatda kuchli sog'lom tura olishimiz uchun eng muhim narsaning birisi biz atrofimizdagi o'zimizning Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan, ondaki bizning musulmon qarindoshlarimiz bilan va atrofimizdagi yaxshi kishilar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabat bizning ruhiy jihatda biz duch kelgan ig'ir stress va besimlarni yengillatishda favqulodda kuchli roli bor. Xo'sh. Amerikaning Harvard universitetida qilingan bir tadqiqot var, intayin muhim. Bu tadqiqot bilan bilishimcha hozir 90 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bu qanday bir narsa desa, shu 1930-yili Amerikaning Harvard'dagi psixologlar bunda bir ishni qilgan. Shu vaqtda Harvardni bitirgan bir necha yuz kishining xotirasini olib qolgan. Hem de odatda Harvard Üniversitesi bitirdi deganlik, hech bo'lmasa hayotida muvaffaqiyatning yarmini tamomladi deganlik endi. Chunki dunyodagi bir birinchi nomerlik universitet shu yerga o'tganlikning o'zi bir odamning nihoyatda tirishchanligini hech bo'lmasa, ya'ni ma'lum bir ishda muvaffaqiyat qozonayotganligini ko'rsatib beradigan bir muhim ko'rsatkich desak xato emas. Endi ular Harvardni bitirgan shularning shu keyingi hayotini hamda iz qo'g'lab tekshirgan. Har vaqt ularning salomatligi, kasbdagi ilim sohasidagi, yani qaysi ishni qilgan bo'lsa, ularning muvaffaqiyat qozonmaganligi deganlarni tekshirib, eng oxirida mening bilishim 90-yillar bo'lmuş 2000-yillarda, yani ular vaqtda qanday qirib ketdi, yani 80-90 yoshga yaqin kishilar bor. Shu qirib ketgan buvoy mo'maylarni tekshirib, ulardan bir narsani so'raydi. Yani ularning ko'pinchisi kasbda muvaffaqiyat qozongan, shirkat qurgan, hatto ba'zisi Amerikaga prezident olgan, yine nihoyatda cho'ng o'tgan odamlar. Ömrüning oxirida siz
hayatınızın ahirida nima ishib qoldi sizga? Agar hozir men mushu narsadan eng rozi deb baqsangiz nimani deysiz degan savolni so'ragan. Ularning javobi nima? Yani mutlaq ko'pining javobi atrofimda mening yaqin odamlari deyilganlar sog'lom turgan. Yani mening bir vafodor bir erim bor yoki ayolim bor, bolalarim menga kuyunadi, yaqin do'stlarim bor, pat-pat choy ichadigan degan kishilarning universal salomatligim yaxshi turgan, ularning umri uzunroq bo'lgan. Xo'sh. Ammo shu muvaffaqiyat qozongan kishilar men topgan necha milliard pul, men erishgan bunda ilmiy unvon yoki men qo'lga keltirgan bunda siyosiy muvaffaqiyat degan narsalarni tilga olmagan. Ömrünün ahırda bir bana esqatqan yoki bana eshib qolgan narsa shu. Mening yaqin odamlarimga, ya'ni men bog'lagan ijtimoiy munosabatga demakchi. Xo'sh, xo'sh. Shu biz hayotimizni nurg'un narsani qo'lga keltirishimiz mumkin. Kasb muvaffaqiyat qozonishimiz mumkin, necha million pul tepishimiz mumkin. Ammo oxirgi hisobda qilib qolgan vaqtimizda bizlarga yo'qlab keldigan, davomli yo'qlab keldigan bir qancha balamiz bo'lsa, davomli biz birga choy ichib mo'ngdishalaydigan do'stlarimiz bo'lsa, yani bizga eng huzurli eshib qoldigani shuki. Xo'sh. Mesela biz hayatımızın ahırda men burun yaş vaqtimda necha 100 milyon pul topgandim deb uning ta'minini tetolmaydi ekanmiz. Ammo ta'min tetadiganimiz mening mundaq yaqin odamlarim borki. Endi biz hozir chet elda boy dedim-ku. G'arib holatda yashayapmiz. Shunlashqa mening tavsiyam hozir. Eng avval mening ovozim Normal kelyapti. Evet, tamam. Men ekranda hozir ketib olganda shunga dedim. En avval biz özümüzden, ballarımız bilen, cörelerimiz bilen nahayeti inan maqsadli güçüşümüz gerek. Yani bu özlükeden bop kaldığan bir iş dep qarmasdan, Xo'sh. bunu maqsadli güçep bir inak bir muhit berpa qilib olishimiz gerek. En avval ailemizde. Ondan keyin yaqin bir do'stlarimiz bo'lishi kerak. Pat-pat telefon qilishadigan, pat-pat yo'qlab turishadigan, pat-pat birisi-birimizga bir narsa sovg'a qilishadigan, pat-pat kulki chaqchaq qilishadigan, birga o'tira oladigan bir do'stlarimiz bo'lishi kerak. Va bu do'stlikqa, bu munosabatga biz vaqtimizni, iqtisodimizni, ma'naviy kuchimizni bilan mablag' solishimiz kerak. Bu o'zligidan bo'lmaydi. Bu ijtimoiy munosabat xuddi ko'chat tikkanga o'xshaydi. Bu ko'chatga hammamiz teng suv quysak, anandan keyin bu gullaydi. Ammo tikib qo'ygandan keyin karimiz yo'q, tashlab etsak, qancha qaltis ko'chat bo'lsa-mu, parvish qilingan ko'chatda gullab yashnayolmaydi. Munosabat degan shunday narsa. Andan keyin shu shaharda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar eng avval mayli birisi-birimizga nisbatan qanchalik nafratimiz bo'lsin. Yani bizning tavsiyam va umidim nafrat boshqa narsani demayli eng avval o'zimizga ziyonliq. O xuddi bizning badanimizdagi zaharga o'xshaydi. Bizning ruhimizdagi kishilarga saqlab olgan adovatlarimiz bizning badanimizni saqlab turgan zaharga o'xshaydi. Bu zahar bizning badanimizga qanday ziyon qilsa, bizning ruhiy dunyoyimizga shunday ziyon qildi va har qatim shu nafratli kishilarni esiga vaqtimizda ruhiy jihatdan azroq qariymiz, zarbiga uchraymiz. Shunlashqa biz dinimizning bizga o'rgatgani, biz qarindosh bo'la oladigan har qanday bir kishilar qarindosh bo'la olishimiz va nurg'un xatoliklarga nisbatan yoki biz xatolik deb qarab olgan narsalarga nisbatan favqulodda kam qo'rsoq bo'lishni, kechirib etishni, hech qisi yo'q deyishni o'rganib olishimiz lozim. Agar bizda unda bir pozitsiya bo'lmasa, balki biz hech kim bilan chiqisholmasligimiz, xotin bola-vaqalarimiz bilan chiqisholmasligimiz, hatto o'zimiz bilanmi chiqisholmaslikka boshlaymiz. Chunki biz do'st bo'lgan, biz munosabat qurgan kishilar insonlar, farishtalar emas. İnsanning hammasida nurg'un masalalar bor. Nurg'un masalalar yuz berdi. Bir misol olay. Bir qatim Abu Bakr roziyallohu anhu bilan Umar ibn Xattobning orasida bir masala yuz berdi. Shuning bilan Abu Bakr roziyallohu anhu Umar ibn Xattobdan kechirim so'raydi. Kechirim so'ragan vaqtda Umar roziyallohu anhu nəhayət ochiq chiqib turgan vaqtda yo'q deb sening o'zingni qabul qilmayman dedi. Shuning bilan Abu Bakr roziyallohu anhu nəhayət ko'ngli yarim bo'lib Peygamber Aleyhisselam'a yanı vardı. Peygamber Aleyhisselam'a yanı bağlandın ki Peygamberimiz Ebu Bekir'e dedi. Hiç kısı yok. Allah seni geçirip etti dedi. Şundan Ebu Bekir Aleyhisselam'a aitti.
rahatlaydi. Şunun bilan Ömer radhiyallohu anhu bunu uqqandan keyin u bek ko'ngli bo'lib ketadi. Endi Alloh kechirgan bir odamni men nima deb kechirmayman? Men bek xato qilibman deb payg'ambarimizning yanında nihoyat rahatsız bo'lib ketganda Ebu Bekir radhiyallohu anhu nima deydi? Bu mendan o'tib qolgan bu xatolik, Ömerning xatoligi yo'q deb menda aqlaydi. Ömer radhiyallohu anhuni payg'ambarimizning oldida aqlaydi. Endi bu o'ylab bakalım edi. Eng katta ikki sahoba. Demek birisi aşı iki kat sahabenin arasında mı? Yani gıcbiş bo'lib qolgan. Ama bu iki sahabe her ikilisi bu aradaki muzni eritish için aktif hareket qilgan. Herkes birisi bunda turvalmagan. Gerçi Ömer radhiyallohu anhu başta özrani qabul qilmayman degan bo'lsa-mu, ama keyin nihoyat rahatsız bo'lgan, bearam bo'lgan, o'zi borgan, hatto kechirib etilgandan keyinmi nihoyat bearamligi yo'qmagan bir ahvol. Ama her iki sahabe bizge şu narsani o'rgatyapti. Hayotlikda bu xil ishlarning bo'lib qolganligini, ammo aktivlik bilan bu muzni eritish uchun harakat qilish kerakligini o'rgatyapti. Çünkü bizning chet eldagi Uyg'urlar orasida talashib elish-verish tugamaydigan hech qanday narsa yo'q deb o'ylayman. Hammasi desak yo'g'onatqil bo'ladigan, ammo yo'g'onatmasak kichiklab ketadigan narsalar. Shunlashqa mening ta'kidlaydiganim etrafımızda bu ictimai münasebetini berpa qilish birisi o'zimizning shaxsiy sog'lomligimizga foydali, hem biz buna ehtiyojli, hem bizning davoyimiz uchun. Biz atalmış her vaqt ittifoqlashishni deymiz da. Şu ittifoqlik amaliyotda shu konkret kichik munosabatlarning sog'lomligi bilan shakllandi. Hozir bizning ittifoqlasholmayotishimizdagi muhim sabablar memni kuzatishimcha, cho'ng jihatni aytganda bizning siyosiy tashabbuslarimizdagi bazı qarashlarimizdagi farqlardan emas, balki birisi-birimizni yoqtirmasligimizdan kelgan. Birisi-birimizga bo'lgan shaxsiy qarashlarimizning manfiyligidan. Ya'ni palani nachargo'y, palani bo'lmaydi, palani to'lagap qildi, palani igiz, palani past degan qarashlarimizning kelganligini ko'rdim men. Yoki men shuni his qildim. Endi adovat degan bu narsa birisi payg'ambarimiz Allah'ın dergahida en gazepki layık iş, peki gazepki layık eden birisi şu adavet kattık adam diye. Hazır biz bazı adavetimizin kattıklıkını meydanımızın müstehkemliğine aylandırıp üzümüzdeki yolunu yazalımız. Yani malum kişilerge adavet abdan tutuvasak, biz de meydanımızın akkarını pekat geldikimiz, dost düşmenge tutkan muamele bir okşak tutkanlıkımızı sözleyimiz. Emniyette bazı onda emez. Biz fakat qarashlarni yoqtirmaganligimizni azroqda diniy asos bilan bizyapmiz. Bu adovat saqlash menimcha nimaga o'xshaydi desa, biz yo'lda ketib mangsak, putimizga tikan kirib ketadi-ku. Bizning putimizga kirib ketgan barliq tikanlarni yanchuqimizda saqlashga o'xshaydi. Ammo hech qanday odam kirib ketgan tikanni yanchuqida saqlamaydi. Agar siz bu tikanni yanchuqingizda saqlasangiz, har qatim qo'lingizni yanchuqqa solgan vaqt qo'lingizga sanchiladi va buni eslatadi. Shunlashqa bu tikanlarni axlatxonaga tashlab etish kerak. Anladın ki bu tikenlerini biz unutub ketimiz. Şu ahırda biz ta'kidlayman, biz köçmellik hayatıda başka vaqt qadimmi bekrab birisi-birimiz bilan haqiqiy bir sog'lom qarindoshlik munosabati o'rnatishga ehtiyojli. Bu munosabat bizni tashqi dunyodan kelgan nurg'un besimlarni yengillatadigan bir kuch bilan ta'minlaydi. Ko'nglimiz yerim bo'lgan vaqtda bizga tasalli beradigan bir do'stimiz bo'lsa, biz yig'ilgan vaqtda murimizni qo'ya oladigan bir muri bo'lsa, beshimizni qo'ya oladigan. Bunday yaxshi ish. Şunlaşqa bunun favqulodda mablag' selishimiz lozim deb o'ylayman. Rahmat. Bugün bu shunchalik so'zlar. Ko'p rahmat. Allah razı olsun, nayet güzel bir xulosa bo'ldi. İnşallah aldığımızda başka temalarda to'xtalamiz. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi 16 sonimiz bilan realligimizga nazar programmamizning o'tgan sonimizdagi temamizni, ko'chmanlik hayotimizdagi masalalarni güzel bir şekilde xuloslagan bulduk. Deyilib o'tgandek hakikaten insanni insansız tasavvur qilish yuqorida so'zlab o'tilgan misollarda berilgandek har bir inson dunyoda qadrlanishga, suyulishga, suyishga, hurmatlanishga degandek narsaga ehtiyojli. Herkes bir insonni yolg'iz bütün narsasi bo'lsa-mu tasavvur qilib boqaydi yani. Nima uchun shu insonlarning
dünyada bu cinayetçilerini mesela kanunga xilaflık kılganlarını şu insani ictimai cemiyetin tamamen ayırıp hatta yalğız kamerlarga solap jazalaydı. Çünkü onun berilgen en çoğun cezası hatta ki İslam'da mı öz yurtidan başka yerga musafir kılıp sürgün kılışmı o insanga berilgen en çoğun cezalarının bir sebebiydi. Bizdek bir ahvalga düşüp kalgan, bunu şundaq dünyanın her qaysı joylarida yaşayatgan xalqninki bir-biri bilan en inoq şekilde özünü terakki kıldırgan, özünü her xil sahalada yetiştirgen şekilde özününki milleti bilen, xalqı bilen icil inoq ötüşü hem özünün şu yaşayatgan dövlətlerde nəhayət ruhlu halette öz psixikasini saqlab qilish üçün bu milletiga vatan davasıga aktiv hizmet qilishimiz uchunmi bu intayin kam bo'lsa bo'lmaydigan shaklda hamma odamga tamg'a o'rayotgan vaqtimizda hamma odam bir xil ko'rinsa bizning ko'zimizga bu teximmek chet eldagi bu musofirchilik besimi o'zimizga ham ig'ir kelib teximmek tushkunlashishimizga xizmatni ruhli holatda qilolmasligimizga sabab bo'lgan masala. Afsuski biz şu yaqinqi mezgillarda nəhayət köp uçurtuyatımız ictimai uçur vasitələrdə bunu nəhayət to'g'ri bir şekilde hal qilishga Rabbim müyassar qilishini tileymiz. Rabbim ömür versə 2 haftadan keyin o'qishi juma kuni soat 5'te görüşükçe aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.